Assalomu alaykum, doktor Rustamov kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan o'tkir appenditsning aniqlashni 6 ta simptomini ko'rib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etamiz. Birinchi simptomimiz obrazov simptomi hisoblanadi. Bunda bemor chalqancha yotadi. Shifokor bemordan o'ng oyog'ini tizzadan bukmasdan ko'tarishini so'raydi. Shu paytda o'ng pastki qorin bosib turiladi. Bu holatda agar o'ng pastki qorin sohasida og'riq kuchayadigan bo'lsa, obrazov simptomi musbat hisoblanadi va bunda appendits deb tashxis qo'yishimiz mumkin. Определяем симптом Образцова. Придавили, не отпуская больной. Shotkin-Blumberg simptomi. Bunda qorin devori asta-asta bosiladi va tezda qo'yib yuboriladi. Agar simptom musbat bo'ladigan bo'lsa, qo'lni olib yuborganimizda og'riq kuchliroq bo'ladi va bu appendits deb qo'yishimizga tavsiya bo'ladi. Batafsil mana shu videoni davomini ko'rishingiz mumkin. Щеткина Блюмберга. Очень любимый для студентов симптом, но крайне мы не рекомендуем постоянно его вызывать. Хватит одного раза, но его надо вызывать очень нежно. Мы медленно погружаем пальцы, быстро отпускаем. Болел? Болел так же? Так? Нет. Так? Не болел. Повторяю, это симптом очень болезненный, но можно, чтобы его подтвердить, например, при пальпации, при подозрении на острый аппендицит, язык покажите. Больше, 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 больше. Вот такой прием можем сделать. То есть человека отвлекаем от живота, и заодно мы проверяем его симптом. Если бы у него был положительный симптом, он бы сразу отреагировал. Keyingi simptomimiz Voskresenskiy simptomi hisoblanadi. Bunda bemorni ko'ylagi ustidan qo'l bilan epigastri sohasidan o'ng pastki qorin tomonga qo'l tez sirg'atiladi. Agar bu simptom musbat bo'ladigan bo'lsa, o'sha harakat oxirida o'ng yonbosh sohada og'riq paydo bo'ladi. Bu aniqlash amaliyotda tez va qulay simptom hisoblanadi. Стрелки и сверху вниз. Симптом Воскресенского. С помощью майки, ложитесь, от мечевидного отростка, движение в левую подвздошную область, в правую подвздошную область. Была боль? Нет. При остром аппендиците боль усиливается в правой подвздошной области. Rousing simptomi. Shifokor bemorning qornini chap yonbosh sohasiga kafti bilan sekin bosib, turtkisimon harakatlar qiladi. Agar simptom musbat bo'ladigan bo'lsa, chap tomonga berilgan bosim natijasida o'ng yonbosh sohasida og'riq paydo bo'ladi yoki og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Sitkovskiy simptomi. Bemor chap yoniga yotgan holatda bo'ladi. Agar simptom musbat bo'ladigan bo'lsa, chap yonga yotgan holatda bo'lganda ko'richak va yallig'langan appendiksning osilishi tufayli o'ng yonbosh sohada og'riq paydo bo'ladi yoki kuchayishi tufayli biz appendix deb ayta olamiz. Симптом Ситковского. Повернитесь на левый бок. Вот так. Ага. Скажите, заболело где-нибудь у вас? Нет.
не заболел. При остром аппендиците пациент четко ощущает усиление боли в правоподвздошной области. Bartiome-Michelson simptomi bemor Sitkovskiy simptomidagi kabi chap yonga yotadi. Shifokor esa uni qornini palpatsiya qilib ko'radi. Bemor chalqanchayotganiga qaraganda chap yonga yotganida o'ng yonbosh sohasida paypaslagan paytda og'riq kuchayishi appendiks deb tashxis qo'yishimizga yordam beradi. Симптом Бартомея Михельсона характерен для острого аппендицита. Находим спина илиак anterior superior, пупок, точку Макбурнея и проводим пальпацию на левом боку. Больно так? Нет, Отпускаю. не болит. Отпускаю. Не болит. При остром аппендиците выраженная боль. Yuqoridagi barcha simptomlar bizga appendiks deb tashxis qo'yishimizga yordam beradi. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang.